O, nima urib tashyapmiz? Pink Paradise Roselik bahonasi. Ha, o, ketdi. O, tezlashibdi bu, ha, jonivor. Chiki, davay. Hop, ana. Iziga tushib ketibmiz. Ham dumlashib turibdi mana. Mana kelib, ham pesh beryaptimi, nima qilyapti? Mana tayyor qilyapti. Bir tekis tesh beryapti, xudo xolasa. Yaxshi. Shundan tashab, jonivor. Çık. Evet. Yaxshi. Hop, qo'yamiz vermikulik bilan. Suvlarni sepamiz, shaqillatib. Ana chiqib yo'q. Ha, jiyan nishon oson ekan-da hammadan ham, ha? Ha, olib taxlab, okir qo'yaveramiz. Ayva. Yaxshi. O, kechga qo'yapti. Ha, xaladimni kirib chipti nima bor? Ay, voy, hamma Pink Paradise-ku. Voy, bu hammasi Pink Paradise-mi bu? Bu yerda Pink Paradise. Endi keyingi undiradigan xonamizda u yerda bodring bor, boshqa modlar bor. Ha. Pink Paradise omborga kirib qolamiz o'rtoqlar. Ashti millionta bor-da, millionta. Agar oshuv bo'lmasa, 1 million bor. Rozovichlar nimalar qilyapsizlar? Alloh barakalarini bersin. Bo'l, yotib qo'ya qol. Hop, shabada kirmas. Bo'l, ishingni ko'r. San bo'lsa. Hop, Eldor vazifasi asosan urug'ni chiroyli, sifatli qilib, kasetaga tashab berib, chiqaradigan mana shu omborimizga qo'yish. Ya'ni nima derdi? Tuxumxonani undiradigan xona, inkubatorskiy xonaga qo'yish. Boshqa vazifalar u yog'i keyin Hoji Akbarga yuklanadi. Issiqxonaga chiqqunicha bo'lgan jarayonga men javob beraman. Urug'li holatida tashalib, unib issiqxonaga chiqib tarqalguncha men javob beraman. Keyin u yog'iga sekin etap Hoji Akbar Shavkat. Ana. Bu Eldorga sizlarni jalabeli kamroq bo'lar ekan, chunki bu o'rin tashab beradi, chiqarib beradi. Qolgani endi sifat, chiroyli, o'sishi, ko'chat qalinligi, bo'yi basti. Hamma jalabalar Hoji Akbarga, Hoji Akbar bilan ko'nglingiz to'lmasa Abdullohga, undan keyin oxiri menga chiqib o'tsanglar, jalabalarni qabul qilamiz, bularni quloqdan tortib turamiz. Mana shuni qo'yamiz. Zo'r, bolalar zo'r. Bu yaxshi, bir tekis chiroyli. Hammasi ishkalat. Alaykum assalom. 20-oktyabrda tashalgan aluminalarimiz. Akalar mana. Ko'chatiga ishkalat bo'lib turibdi. Ham jononni qaranglar, voy. Hop, duch kelganni ko'tardik. Sada. Mana ildiz. Mana ko'chat. Xo'sh. Siyoh rangi bormi, yo'qmi? Yo'q. Hammasi toza. Boshqasini ham olamiz mana o'rtasidan. Hop. Chiq. Mana nima qilaylik? Mana chiroyli ko'rinar ekan-a? Ishkallat. Faqat srochni olib ketishinglar kerak-da, buni akalar, buni. Srochni olib ketishinglar kerak. Bu o'zi tayyor-da, bu yetilib bo'lganda bu. Qaranglar. Mazza qilib shundoq ekib orasizlar. Mazza qilib orasizlar. Bu haligini sherigi bu. Sherigi. Qanaqa qildik ko'rdinglarmi? Yengilliklar qilib, amta eshiklarni qo'yib, har bitta seksiyani to'sdik. Endi issiqlik sezon yoqilyapti hammasi. Cho'tki, bodringlarimiz. Mana ishkallat. Xo'p. Hoji Akbar, ustingdan jalib tushyapti seni. Odamlar ko'chatlarni vaqtida ko'rsatmayotgan ekansan. Palonchaka, ko'chatingiz tayyor bo'ldi, olib keting. Mana ko'chatingiz sizniki, mana shu palonchaka, pistonchaka sizni ko'chatingiz. Olib keting demayotgan ekansan. Men ko'rsatmayapti Hoji Akbar deyapti. Nima unaqa qilsin? Kimniki bu? Pink Paradise 25 mingtalik.
26-sentyabrda tashalgan. 26-oktyabrda 1 oylik bo'lgan akalar. Mana hozir bu u yoqdan 5 kun, bu yoqdan 5 kun, 5-noyabrda 40 kunlik bo'lgan. Ko'rasizlar, 50 kunlik ko'chat mana. 50 kun shikalatligini ko'rasizlar, 50 kunda mana nimalar bo'lib ketgan. Qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bay. Baquvvat. Toshqonmi? Ha, qaranglar, tekis o'tirishimda, yaqindan bundoq ko'rsatamiz mana bundoq. Ana ko'chat. Mana ko'chat. Hozir tayyor payvand ko'chatimiz bormi? Yo'q, endi. Yo'q-a? Tadbirlarni tashlayapmiz. Ha. Hozircha yo'q. Nima qilib beramiz shikalatdan? Mana shu payvand tushdi. Shu Turetskiy metodkani? Astara ekan, astara ekan. Astara mana payvandga bosib qo'yishibdi bolalar. Qisqasi mana bu chiqqandan keyin buni shunday shart kezamizda, ildizini olib musorgami? Ha, yo'q, ildizlar, обязательно musorga. Ildizni musorga. O'rnatamiz anaqaga, qadovga. Ildizni musorga, lekin ayrim odamlarimiz buni o'sha mana tegini bor-ku, tegini. Hozir musorga dedikmi ildizini musorga dedik, to'g'rimi? Ayrim odamlarimiz ildizini olib qolishar ekanda, o'shandan shox chiqarib, uni ham ekor urishar ekan. Endi u ham bo'ladi. Hop, payvand tashlaganimizdan keyin nima qilamiz? Payvandnikini uni shartda kallasini kesamizda, kallasi musorgami? Kallasi musorga. Qisqasi uni ko'tiga buni boshini tirsitib ular. Bir xilla bor, o'sha kallasini ham adashmasam eshitishim bo'yicha. Ha. Uni ham qadab adashmasam yana bir marta ishlatishadi deb eshitganman. Payvand kallasinimi? Payvand kallasini. Uni bunaqa bor. Shunaqa bor deb Unaqa bor. Kim, qayerdan nima qiladi? O'zi qoidasi bo'yicha payvandni tashladingiz, ildiz uchun yoniga o'zingiz misol urug'ingizni tashladingiz, kallasi uchun uni ildizi tashib yuboriladi, buni kallasi tashib yuboriladi-da, bu yoqqa olib qolinadi. Aslida o'z qoidasi shunaqa. Hop, bodrinchalarimiz. Mana sartrovkadan chiqdi, 200 mingtaligimiz. Ha, ballistik. Ha, mana oralarini ochib qo'yibsizlar, yaxshi chiroyli. O'xti, shu anaqasiga mana ildizni qaranglar. Shu bo'ychasiga mana ildiz. Ehtiyot bo'ling, yulib olma. Mayli, ochmay qo'ya qol. Bo'ldi, chiroyli bo'ladi. Xudo xolisa bu ham bir 10-15 kunlarda ko'rasizlar. Vobshe shikalat bo'ladi. Mana yaqinlashtirib, buni ham sizlarga oppa shu paytda bu ham. Ana bodring, mana bodring. Ana. Ballistik. Mana yoz bitdi. Katta kaseta tashalgan. 200 mingtalik xatga bu, hozirmi? Gidep. Ha, esinglardami? Oldik dedik-ku, 200 mingta zakaz oldik. Mana urug'lari ko'rsatuvdim Hozakbar paketda o'tganlarini. O'shani tashab, mana bolalar baraka topsin, cho'tki qilib chiqarib qo'yishibdi. Bu yerda Namanganlik Muhammad Zokir akamning ko'chatlari bor. O, bodringmi? Bodring, ekvator. Namanganlik Muhammad Zokir aka. Bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana sizni bodringlaringiz mana. Men bemalol olsak bo'ladi mana. Qani? O, ana Muhammad Zokir aka mana qarang. Shu bo'ychasiga mana buni hali 3-quloqni chiqarmagan bu 2 quloq bu. Ana sizni bodringlaringiz mana. Mana shular hammasi akajon yaqinlashtirib ko'rsatamiz mana bundoq qiling. Ana shu aka top-toza chinnidek bo'lib turib. Tak что Hojakbarga siz jalba qila olmaysiz. Ko'chatlaringizni ko'rsatdik. Hamma joyda chiqadi. Bo'lib qo'yamiz. Oralarini ham ochib qo'yishgan inshaalloh. Qachonga ekadigan bo'lganlar buni? Buni Bataysimda 30-oktabrda tashlaganmiz, 30-35 kun hisobini olganmiz. Ha, inshaalloh. Dekabr oxiri bo'ptimi? Shunday dekabr boshi bo'pti. Ha, 5-dekabrda. Muhammad Zokir aka, kechiktirmasdan tezroq yerlaringizni tayyorlab, mana shu aytgan chisloga tayyorlang inshaalloh. Xo'p. Narigi anaqamiz ochildimi? Keyingi nimamiz? Keyingi ochilgan, ishga tushgan. Hozir bu yoq taraf to'ldirib boramiz. Keyin yo'q. Bitta ko'chat bormi? Yo'q, hali. O'shancha hali ola. Mana. Hozir eshik yopibmi? Yo'q, hali ochmagan. Ha, lekin ishga tushirdik. Tayyor, xudo xolisa. Ishga tushirdik inshaalloh. Bu yerda ham ballistikka ikkinchi partiyasi chiqdi. Ha, Surxondaryolik akalar, o'sha yani ballistik ko'rdinglar-ku. Mana Termizga. Bu keyingi bodringlar ham mana chiqib kelyapti, mana. Xolisa. Ko'rasizlarmi? Cho'tki. Ama bir haftalarda narigidagi bo'ladi. Bir haftaga ham bormaydi. Inshaalloh. Mana bu paradaslarimiz bor. Ha, mana nari seksiyada bunaqasi yo'q edi. Ham kasetali yengimi deyman hammasi. Ha, yengi. Mana ol shu bo'yiga ko'rsataylik buni ildizchalarini ana. Shu bo'yiga mana ildizchalar. Zo'r, maşallah.
Yaxshi. Mana bu balandrog'ini kim olib ketmayapti vaqtida ko'chatni? Bu Jizzaxdan Kamoliddin akamniki 15-da olib ketishlari kerak xudo xolasa. 15-dan boshlaydi buni. Tak nima edi bu? Pinkit ekan. Naryoqda ham shundan ko'rdimmi? Ular ham shularnikimi? Pink ID. Shunaqa. Pink ID. Kamoliddin aka. Kamoliddin akamniki. Kamoliddin aka Pink ID'ni olib keting. Bu o'syapti aka, ko'chatni ko'ryapsiz, baquvvatligini, mana sadaligini ko'ryapsiz. Olgin shuni. Mana qarang. Ana ko'chat. Ko'chat ishkalat. Mana bunaqasiga ham ko'rsatamiz. Ishkalat bu ham sizniki, menimcha. Mana bunaqasiga ham ko'rsatamiz. Baylari, mana bundoq oralarini ham ko'rsatamiz. Ishkalat. Shular top-toza asosiysi. Ha. Hasanat yo'q. Narigi pavilyonimiz ishga tushgan o'rtoqlar, inshaalloh ishga tushgan. Bu mana bu yerda paka ozgina joyimiz borligi uchun bu yerda to'ldirib boryapmiz. Nu yoqqa ham mana Xalidiniyda hali ko'rgan ko'chatlaringlarni, naryoqda Xalidiniyda ko'rgan ko'chatlaringlarni yoqqa olib borib joylaymiz. Xo'p, Sinjentadan Kommodoni mana palagi sal boshqacharoq ko'ryapsizlar akalar. Rangi ozgina ochroq, lekin palagi katta bir baylarni yoyib turadigan shu ko'chat bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Ozgina farq qiladi boshqa ko'chatlarga nisbatan. Qisqasi buni oilasi shunaqa oila. Palagi katta bo'ladigan oila. Yani ildizni qaranglar, shu bo'ychasiga. Mana bu ildizchalarni qaranglar. Kichkina bo'ychasiga. Zo'r mashalloh. Qisqasi akalar shu. Ko'chat falan ko'rsatuvni mo'ro tashyapmiz, hammasini sizlardan xabardor qilib turibmiz. Avvalgi akalar ko'pchiligi olib chiqib ketishdi. Aka shunaqa gaplar. Uzun qoshda oldi qoshda gaplar qilmadik. Borini qanday bo'lsa, hozirgi shunga ko'rsatdik. Inshaalloh. Uzmasdan. Ha. Endi u yog'i salla Turkiyaga ketib qolsalaring, bu yerda kim qoladi, nima bo'ladi, nima qo'yadi degan savollar bo'lishi mumkin. Eldor tashib ketyapmiz. Eldor to'g'ri urug'iga asosan urug' tashlashga javobgar bo'lgani bilan lekin bu yerdagi hamma ishlarni ham, hamma jarayonlarni baribir tushunadi. 3 kun, 4 kun ishsa qilmaydi, amallab turadi. Eldor ham ketib qolsa, lekin bu yerda o'sha boshqaradigan odam qolmaydi. O'shaning uchun bir kishi baribir bu yerda qolish kerak. Keyin safar Eldorni olib ketamiz. Biz ham dam olgan ketmayapmiz, to'g'rimi Hoji Akbar? Ish bilan ketyapmiz. Dabdalamiz chiqib qaytib keladi. 1 sekund dam olishga vaqt yo'q. Mana bolgarskiyimizni qaranglar. Bolgarskiyimiz to'g'ri sal kamroq. Bolgarskiyga zakaz kamroq, asosan pomidor, bodring, lekin mana bolgarskiyimiz ham zakaz bo'lib turadi. Qani? Ana. Bu qayerga bu? Hoji Akbar bu? Bu Samarqandga, Sindor akaniki. Samarqanddan Sindor. Menimcha Behim agroni kuzatsangiz kerak, chunki men ko'p Sindorlarni ko'rib qolaman-da, Telegramda ham, Instagramda ham Sindorlarni ko'rib qolaman. Balki o'sha Sindorlardan bittasiz bo'lsangiz kerak. Mana bolgarskiysiz. Mana jalba qila olmaysiz Hoji Akbarga. Mana bolgarskiylar ham qachon oxirgi marta ko'rsatgansan shu Sindorga? 4-5 kun bo'lib qoldi. Abdulla akam o'zlari. Ko'rsatgan, ha? Ha, ko'rsatib bergan. Ha, aka ko'rsatgan ekan mana. Qachonga ekanlar? Hop, mana shu oy oxiriga bo'lish kerak. Noyabr oxiriga. Noyabr oxiriga Sindor aka kelib qoladi, chiroyli bolgarskilaringiz. Mashalloh bo'lib keladi. Bolgarskiy akalar sal kechroq tayyor bo'ladi. Pomidorga nisbatan ham, bodringga nisbatan ham sal ish qiyinroq, sekinroq o'sadi. Baquvvat qilish sal qiyinroq, ishi sal og'irroq, nisbatan og'irroq. Shuning uchun narxi ham shunga yarasha sal jicha farqi bo'ladi. 70 kun. Mana shunaqa gaplar akalar. Hozircha bitta shu Sindor akamda bormi bolgarskiy? Yo'q, bu yerda ham bor. Yo'q, jipsi tashlaganmiz. O kichkina u hali. Miminto. O kichkina mana minday bo'lib turibdi. Jipsimiz qayerga u? Jipsi o'sha yerga Yangiyo'lga. Shetga? Yangiyo'lga. Yaxshi. Endi ko'payadi. Endi bahorgiga rosa ko'payadi. Bolgarskiylarimiz. Inshaalloh. Sindor aka kechiktirmay oy oxiriga bosing, yerlarni tez tayyorlang inshaalloh. Shunaqa olib qo'yamiz. Xato kamchiliklar nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yyapti. Ashibkalari bo'lsa tortib ketyapmiz. No, ashibkasi yo'q, bolalarda ashibka yo'q, hammasi zo'r, hammasi ideal, cho'tkiga. Abdullohda ham, Hoji Akbarda ham ishi zo'r. Mashalloh, Alloh barakasini bersin. Eldor ham hammasi bolalarga gap yo'q. Oxir san qilib qo'ydi-da. Yo'q, daqiqa kirishdi-ku bular. Nima bo'ldi bular? Soqat qoldimi bular, Hoji Akbar? Voy, bechoralar. To'xtayni bor, olib kelamiz. Bu tashqarida va aka turishuvdi deb ular bu yoqqa olib turishibdi. Bular gapiryaptimi bittasi? Bog'im gapiradigani o'zi? O'rgatyapmiz. Ha? Qaysi bir gapirar ekan? Sizlar o'rgatsa bo'lsa kerak yashillar. Ha? Ya, narvasi Ya, yashillarni qo'rqyapti. Hoji aka degan. Hoji aka o'rgatishni so'radi.
Chiroyli, chiroyli qaranglar, mashalloh. Yaqin yoniga borsam cho'chishyapti sal mana. Ha, qaranglar. Chiroyli to'talar. Bular qimmat to'talarmi hozir akbar? Ha? Abdulla biladi? Valestiladan qimmatroq lekin. Ha? Men endi qush bo'yicha tushunmayman endi. Qush bo'yicha tushunmayman. Hamma narsalar deyapti mana o'zini tilida.